Kosmosdan qarasangiz ham to'g'ri burchak bo'lib ko'rinar ekan. 120 ming dollarga 27 sotixlik uchastkamizda sotiladi. Yo'l yuzda birinchi liniyada joylashgan. Oldi tomon fasad razmeri 70 metr, ikkita yon tomoni ham ko'cha. Ikkita yon fasadi 36 metrdan. Qo'ni-qo'shnilarimni ichida yomon insonlar yo'q. Hammasi mahalla yaxshi bo'lgani uchun devor ham olib o'tirmaganman ukam deyaptilar. 50 tubdan oshiqroq daraxtlar bor ekan. Asosiysi gulos bilan olma. Yiliga 20 milliondan oshiqroq foyda keltirar ekan. Yo'l qiyshayib ketganini hisobiga sotilayotgan uchastkani oldi tomonida kattagina zahvati bor ekan. Bu ko'chada boshdan oxirigacha bunaqa zahvat yo'q aka. Oldiga bemalol magazinlarni qurib yorsangiz bo'ladi. Nechtadir uchastkalarni yonma-yon qurib yorsangiz bo'ladi. Qorasuvni yo'lida turibmiz. O'rta Chirchiq Darxon mahallasida joylashgan. 3-4 ta tayyor kirib yashaydigan uylari, sanuzul, hojatxonalar bor. Uchastkamiz mahallamiz yoqqan bo'lsa, narxi yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Har doimgidek fayzli mahallalardan arzon uchastkalarni egalarining raqami bilan o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.